Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Qirg'izistonda hayit sanasi e'lon qilindi. Ramazon oyi yana 29 kun bo'lishi mumkin. Qirg'izistonlik ulamolar Turkiy davlatlar tashkiloti fatvo kengashi asoslanib, Ramazon hayiti 20-mart sanasiga to'g'ri kelishi ma'lum qilindi. O'zbekiston musulmonlar idorasi ham ushbu kengashga a'zo. Agar hayit ayyomi O'zbekistonda ham 20-mart kuniga to'g'ri kelsa, bu yil Ramazon oyi ham 29 kunda yakunlanishi mumkin. Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi 2026-yilgi Ramazon hayiti bayrami 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishi ma'lum qilindi. Diniy boshqarma 10-mart kuni e'lon qilingan. Ushbu qaror Turkiy davlat tashkilotiga a'zo mamlakatlar fatvo kengashi qabul qilganini bildirgan. Aslida diniy bayramning aniq sanasi oy ko'rinishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin. Bu holat joriy yil Ramazon oyining boshlanishida ham kuzatildi. Xususan, Saudiya Arabistoni oy kuzatish qo'mitasi va unga ergashgan bir necha mamlakatlar joriy yil 18-fevraldan Ramazon oyini kutib oldi. Boshqa ko'plab musulmon mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Ramazon oyining 19-fevraldan boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu safar Ramazon hayiti sanasi borasida ham mintaqadagi barcha diniy idoralar astronomik hisob-kitob asosida 20-mart sanasida to'xtalishgan. Bu sana joriy yil 2-4-fevral kunlari Samarqandda Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari musulmon diniy idoralari rahbarlari kengashi huzuridagi fatvo hay'atining maslahat yig'ilishida kelishilgan. Ushbu fatvo hay'atiga Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va kuzatuvchi davlatlar Turkmaniston, Vengriya muftiylari vakillari kiradi. Lekin hozircha O'zbekiston musulmonlar idorasi Ramazon hayitini sanasi borasida aniq ma'lumot bermadi. Agar diniy idora e'lon qilgan taqvim bo'yicha Ramazon oyi 30 kun davom etsa, hayit bayrami 20-martga o'tishi mumkin. Aksincha, 20-mart hayit kuni bo'lsa, 2026-yilgi Ramazon oyi ham 29 kundan iborat bo'ladi. 2025-yilda ham Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston ulamolarining hisob-kitobiga ko'ra, Ramazon oyi 29 kunda yakunlangan edi. Kun.uz bu borada O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatiga so'rov yubordi. Aziz dindoshlar, videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ramazon hayitining aniq sanasi ushbu kanalimizda aytib boriladi. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.